Assalomu alaykum hammaga promo kuzatuvchilari. Taxminan 1 yildan oshdi apparatura o'rnatib berganimizga. Bu Farg'ona viloyati Rishton tumani Uyra degan qishlog'iga qurib berganmiz. Akamiz joylari juda ham chiroyli chiqqan. Asfaltlarni o'sha chaqlangan asfalt qildirgan. Ko'pchilik mana shu asfaltdan qochadi, lekin mana akamiz 1 yildan beri bitta joy ko'chgani yo'q. Tozalashga ham olsin, keyin klientlarga mana shunaqa polni asfalt chang bo'lmaydi, loy bo'lmaydi. Juda ham foydalanishga qulay qilgan. Mana shunaqa palasalar chizib, yo'naltirib mashinalarda. Xo'sh, akamizga o'sha paytda 4 ta apparatura qo'yib bergandik. Aniqroq 3 ta qo'yib bergandik. 4-chisini keyin yaqinda qo'shib berdik. Sababi klientlar urganib, klientlar ko'payib qolgan ekan, ozgina ochret bo'lib qolyapti degandi. Bu yerda joy tayyorlab qo'ygan edi. Yaqinda ishga tushirib berdik. Apparaturlarimiz o'sha avtopavzalik 6 ta funksiya hammasini ishlatib berganmiz, osmoslarigacha. O'zlarining talabiga qarab logotiplarni qo'yib berganmiz. Bunisi yaqinda qo'yilgan apparaturamiz, bunisi 1 yil oldin qo'yilgan apparaturamiz. Farqi ko'rib turibsizlar. Uncha bilinmayapti. Sababi akamiz joyiga juda ham e'tiborli qarashar ekan. Bu yerda o'sha bannerlar qanaqa etapda, qaysi funksiya nima vazifa bajarishligi. Hozir motorxonalarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, o'sha paytda 3 ta apparaturamiz bu yerga qo'yilgan. Bittasini bu yerga qo'shimcha qo'ydik. Ximika pochkalari, bu yerda osmos bachoki bor, keyin suv bachoklari bor. 1 tonnadan 3 tonna suv apparatimiz qo'yilgan. 500 litrlik osmos apparat qo'yilgan. Akamiz 1 yildan beri osmos apparatga deyarli ish tushmabdi. Endi bu lokatsiyaga, suvga qarab apparaturamiz har xil ish berishi mumkin, lekin osmos foydasi juda ham katta hisoblanadi samoykada. Akamizga invertorli variantini qo'yib berganmiz. Eski apparaturalarimizda mana shunaqa releylik montaj qilingan edi. Hozir yangilangan versiyasi mana shunaqangi modullik versiyaga o'tganmiz. Fazlashtirlar, invertorlari, bu yerda o'sha fazalar voltini ko'rsattiradigan indikatorlargacha qo'yib berganmiz. Akamizni biznesiga yana ham rivoj tilaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa sifatli apparaturalar xizmati kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.